Mana maka-jo'xorilarimizni baydan oziqlantirish jarayonlari plyonkaga qo'shqator qilib ekilgan 2026-yil. 4-may sanamizga mana baydan oziqlantiryapmiz. Greenlife kompaniyasining 772 navli maka-jo'xorilari ekilgan. Baydan oziqlantirishda foydasi ancha yaxshi. O'simlikni tomirlarini yaxshi rivojlantiradi. Faqat taydan oziq berishda emas, baydan ham oziqlantirib turish kerak. Supenza qilib, mineral o'g'itlar bo'ladi. Kaliy, magniy, temir, shunday moddalar bo'ladi o'zida. Ekinga yaxshi effekt beradi, o'sishi, rivojlanishiga.